Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'misizlar, salomat bo'lsa. Bugun juda ham xursandchilik kun men uchun. Chunki safardan ketdi Botirjon deyishib, Marg'ilonimiz Arab Mazor ko'chasidan, Namangandan hayotda ziyoli insonlar keldi. Katta doktorlar ekan, maktabda 30 yildan beri ta'lim berar ekan ustozlar ko'rgani sovg'a salomlar bilan kelishdi. Shu yaxshi ziyoli insonlar bilan qisqacha video qildim. Ko'rishib gaplashganimizda nimamizni ruxsat so'rasam olavering deyishdi. Videoga oldim. Xudo xolasa sizlarga hozir qo'yib ko'rsataman. Men shu narsaga xursandmanki, meni qilgan safarim haqida ziyoli insonlar ijobiy fikrda ekan. O'qigan ziyolik, shu vatanda, millatda, xalqda xizmatida yurgan insonlar yaxshi gumonda, yaxshi fikrda ekan. Men shunisiga xursandman juda ham. Qanjonlar sog' bo'lsin. Mehmon qila olmadim. Mehmon qilib o'tiraylik biror joyda yuringlar desam, unashmadi. Boshqa safar bir kelamiz deyishib ketib qolsa, shu videoda qisqacha qilib ko'ramiz. Xursandchilikni qancha ulasang shuncha yaxshi-da. Ketdik bo'lmasa. Xudoga beadad shukrki, mana bu odamgarchilik hali nimalarda yo'qolmaganligi bo'ldi-da. Albatta, to'g'ri gapirasiz. Qayerga mana misol bunga o'ziga o'xshagan musofir yigitlar uyga olib kirib ketishi-yu, boshqasi Tojikistonlik yigitlarimiz, qozoqni hammasiga ham ming rahmat o'sha yigitlarga. Nimaga bunday deyapman? Joyda qilib beryapti. Albatta. Ko'rdim, juda ko'rdim. Mana Oltarli hoji akani ko'rdim, nihoyatda zo'r nima qilib. Ey, молодец. Ay 30 kilometrga vasiyatini yuklab beton ustiga bu nimalar keldi. Ustroyga qo'yga kirib ketgani. Qo'y, ular ham bir oddiy qozoq bir nimasi hali hayotda qoldi. Bu o'zbekning kimligini bilib olgani, qo'lida uchastkasidami qayerdadir ishlar ekan, shu rabochi bolalarimiz. Mana shu nimadan ekan? Ya Farg'onada o'zidan ekan. Ha, Farg'onalik yigitlarda 500 ta bola ishlar ekan. Nimani yechib berib ketdi-ku? Kutgani yechib berib ketdi. Qonli bolalarga "Sen zemlagin" dedi. Gaplashtirib, "Malades" oldi. Yo'q, hammasiga. Yangi shunday berdi. Qayerdan bo'lmasin, boshqa bir yigitlarimiz to'xtab birinchi o'rinda qorning qanaqa? Mana suvni bo'lsa ham tashab ketyapti-da. Albatta. Lekin mana odamgarchilik borligi hamma joyda ham. Mehr hali ham borligi mana bildik-da, mana shu Botirjon orqali. Siz nimada aka? Bahodir akam deb bo'ldi-da, men 19-kuni ko'rib qoldim. Soat 3 da ishdan chiqaman, deski basida ishlayman. Kelaman-da internet yutib yonib, ko'raman Botirjon qatnashdi. Ko'raman bolalarim o'qitish dadasi. Ukasidan böyle ishingiz yo'q. Men shu ham kezaga eshitmoq deyman. Ham o'qituvchi. Birga ko'rdik mana televizorga ulab berdi. Davay dedim, nimani qilgin desam, yaxshi ulab berdi. Men hozir shunga xursandman. Meni ziyoli o'qimishli insonlar kuzatibdi. Yaxshi kommentariyalar shu insonlardan qopdi. Rahmat shunga. Tanijon sog' bo'lsin. Ota-onaga ming rahmat. Bu yerdagi ishlaringizga barib qaytasizlarmi endi? Ha, Xudo xolasa ichapatda uyda ishlar bor. Vaqt bersin. Uyda ishlarni ham qilinsin. Mana qanchada bir nima bo'ldi. Birinchi o'rinda albatta, to'g'rimi? Zo'r. Har safarda yozdim. Ba'da bitta Bahodir aka bitta gapiga men shuna nima deydi, mahliyo bo'ldi. Ha, Botirjon, taygasini bosdi. Davay Botirjon. Davay deydi. Bu bolada falsafiylik ham bor ekan. Falsafiylik bor, to'g'ri. Falsafiylik, chuqur bir xayol qilishi. Men o'yladim, japachkana bo'layotganda shu bu. Yo'q. Unisiga buni sekin mana qo'shilib boraverdi. Odamgarchilik, odamiylik. Bir gapirayotgan gaplari biz bir yerda adashib ketgan o nimani. Shun bolada, G'ofur G'ulomda adashib ketdi. Ha, toy dedim. Toy. Chalkashib ketdi. Bu nimada. Bilgani u nimani deganim Tanijonim sog' bo'lsin. Rahmat. Nimaga? Mana 36 kun maza qildik. Bu ham men ham sayohatni yaxshi ko'raman. Mana bu do'stim bilan mana shu Xudo xolasa nasib qilsa yana uzoq joylarga borish bilan inshaalloh. Mana juda yoqdi bizga. Nima bo'ldi? Mana Anvarjonnikiga bordi. G'oyat ustasinikiga bordi. Baqarasi zo'r nima qilishdi. Ko'zdan sosada bayli olib berishdi. Birovoshdan so'rashdi, nima qildi, kim uyda to'xtadi, battar uzi bor dedi. Ko'rdimda, ammo hurmati zo'r ekan. Kattami kichkina hammani o'ziga hurmati bo'ladi, o'rni bo'ladi, ammo Anvar akani shogirdiga omadlarini bersin, ustoz. Rahmat. Ammo
ustozam otangdek ulug' deydi-da. Albatta. Otadan kelgan. Nima sizga bitta narsa o'rgatdimi? Ustani katta kichigi bo'lmaydi Botir aka, to'g'rimi? Bir kichkinadan bitta narsani o'rgansa, o'sha sizga ustoz. Albatta. To'g'ri, Botir aka. Omad sizga bersin. Rahmat bo'lsin. Doim yurtimizga, o'sha elimizga Ancha bir nima bo'ldi bu narsa? Zo'r bo'ldi. Dars bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Endi keyingi nimalar mana bu mana kechagina kelib o'zini yozgan olinglar so'rabdi-da. Qancha pul yig'ding, boshqa qilding. Hamma o'zini каждый корабль плывет по своему ходу deydi. Har bir kishi mana o'zini qarachi bilan. Ha. Bu ham o'zini sog'lig'iga bo'ldi, ham bu yoqdagi bir nimalarga qandaydir mana bir oydan oshiq payt juda chiroyli. Birga sayohat qildik bu bola bilan. Albatta aka. Bilmagan joylarimiz Rossiyada mana Hamzat degan bolalar bor ekan. Tojikistonlik. Ular даже keng telefonlashdi. Qazoqlarni ko'rdim. Nihoyatda o'jat qilish, nima qilish, adashishimiz zo'r. Bizni o'zbekcha, o'zbeklar mana nima bo'lgandan, nima Peruvalda ish bo'ldi, o'zi aytdi. Baribir Qazoq millatiga ham bo'lak millatlar zo'r, joylar zo'r berdi. Zo'r masjidlarni ko'rdim, odamgarchilik zo'r. Hurmatsiz bor ekan, zo'r. Yasir bor. Omadsiz berdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaringizni baxtga ko'ring. Rahmat, Hurmat bo'lgan keldi. Bu o'zkadamanda. Mana bugundan eshitib oldim men Botir aka. To'g'ri. Hasharga boraylikmi? Bo'ldi, boringlar, boshqa beraman. Botirjondan o'tasan. Marg'ilonni yo'lida yetmaslar. Yo'q, bizniki hozir mana shundan yurgandan keyin Qorsoqolbodan keyin Besaryan degan joy bor. Voy. Besaryandan keyin Gidet Farg'ona kanalidan Qo'shtepa emas. Yo'q, biz Qorsoqdan qara. Farg'ona kanalidan 800 metr qoladi. 800 metr. Aramazor xonaqasi bor. Yaxshi. Shuncha keldimda qiz aytib, bu ukani ko'rib keldim. Bugun damini oldi dedim. Botirjon, rahmat oman. Sizlarga ham ancha bezovta qildim, kattakon rahmat berdim. Ko'rganimiz yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Lekin men juda nima deydi, juda xursandman, lekin shunaqa ziyoli odamlar asosiysi meni kuzatibdi. Yaxshi o'qimishli, ziyoli, yaxshi insonlardan bunaqa iliq fikrlar eshitdim. Mahalla ko'yda nimalar bordi? To'y-to'naq bordi. Aylandik-ku, do'stimga aytib ketdik. Bugun baribir endi bo'sh. Uyda bo'lsa kerak, so'rab kirib borsa yaxshi chiqib qoladi. Sizlar qatdan ko'rish qoldlaring. Men sizni Havlidan chiqishayotgan ekan. Uyga kirib, issiqxonalar berib, xo'janaga berasiz deb, mashina Ekson ketdi ammamiznikiga dedi. Keyin telefon qilib, nechta chiqasan? Tepani oldida ko'rishib qoldik. Aka mana Botirjon uyidan chiqadi. Yazondagi sentr degan shakil tepasida boshqamdan kelishdi. Uni aybga sanamaysiz. Yo'q, uzr lekin. Mana juda yaxshi bo'ldi. Bizda ham misol bo'lsa didor mana Xudoga beada shukr nasib qildi didorlashaylik deb. Lekin juda xursandman lekin. Xursand bo'ling. Xudo xolasa bu yog'iga ham mana shu yaxshi Xudo xolasa. Rolilar, sayohatlar bo'lsin, rolilar bo'lsin, Xudo xolasa. Bu Anvarjonni men anchadan beri bilaman. Namanganlik shogirdi ham bor sizga o'xshab. Ha, Mansur akamlar. Kecha kelishdi Mansur akamlar. Kecha osh qilishdi-da Mansur akamlar. Osh qilishib juda. Endi aydagi bo'layotgan tadbir boshlanishi o'sha sochuvni qo'yib chiqishlari Anvarjonni bo'ldi-yu, endi demak bu o'zi между собой bir nima bo'lsin dedim. Tag'ini ko'rganim. O'zi harakat qilishgan ekan. Turishgan ekan Botir. Anvar akam birinchi Qozog'istondaligimda telefonlashdi, chegaraga boraman dedi. Yo'q dedim. Mansur akamlar aytdi, yo'q. Dilmurod akam aytdi, yo'q dedim. Uygacha boraman dedim. Nima bo'ldi? Gazavonga chiqib kutib olamiz deydi. Keyin Anvar akamga aytdim, ustozim, uyda bo'lib turavering. Kiraveray dedim. Endi nima qilib endi hali o'zim qandaydir niyat qilib shunaqa qilaveray desam, qanaqa bo'larkin dedi, dedim, qanday bo'ladi ustozim. Sen u qanday qilib, bolday qilib kutib o'tirgan ekan hammani yig'ib. Men bilmagandim o'zi to'g'risi. Ko'rdingmi? Aytdi. Anvar aka do'st, hozir ko'rak kiyib oladi, to'yga qilishayotgan bo'lgan. Nima qilishi? O'zimizni nimaga? Mana Xudo xolasa. mumkin emas. Yo'q, nimaga mumkin emas ekan, juda mumkin-da. Quyoshga qarab turadi. Mashina tashlab, iltimos. Bo'ldi, men tashlab qo'yaman, gap yo'q. Bo'ldi. Ha. Uylarga tashlab mashina. Bo'ldi, men tashlayman. Ko'rinib, yoqsin, xudo xolasa. Mayli. Men o'zimni otman hozir rasmga. Ana. Ha, rasm uchun. Hozir qo'yib qo'yasiz olasiz endi. Rahmat. Shu olasiz. Bo'ldi ana. Ha, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Arzimagan narsa bo'lsa ham. Ammo Ha? juda Botirjon. Biz Namangan rayonidan. Ha. Mana Sirdaryo bizni qishlog'imiz tagidan Norin Qoradaryo qo'shilib Sirdaryo. Ha, Alloh rozi bo'lsin lekin. Dolarni eshitgansiz. Nomeringizni bering. Men haftada 1 marta, 2 marta o'taman. O'g'lim medinst o'qiydi, ko'rgani o'taman.
Bizda ham Shambi, Medins bor, Nandoni ichida bor. Aytayapman, 94lik. Bo'ldi.